qo'l va oyoqlardagi jarohatlar yoki kuyishlardan keyin, undan tashqari tomir ichi infuziyasi qilingan vaqtda ineksion vositalarini to'qimalar orasiga ketib qolish natijasida to'qimalarning ichida yallig'lanish, shish va bosim ishish holatlari kuzatiladi. Bu holatlarni shoshilinch holda bartaraf qilmaslik qon tomiri va nervlarni qisilishiga, keyinchalik insonlarni nogironlikka olib kelishiga ham sabab bo'ladi. Kompartment sindrom bu qanday kasallik? Assalomu alaykum. Bizga ma'lumki, qo'l, oyoq va tanani boshqa mushakli qismlarini ustidan mushak fatsiyasi o'rab turadi. Bu fatsiyaning orasidagi bo'shliqda mushaklar, qon tomir va nerv tutamlari joylashgan bo'ladi. Bu fatsiyalar qalin bo'lib, tarangligi yuqori bo'ladi va kengayish xususiyati kam bo'ladi. Kompartment sindrom bu mushaklar, qon tomir va paylarni o'rab turgan mushak fatsiyasi, ya'ni kompartmentni ichida turli xil xavf omillari natijasida bosimni oshishi bilan kechadigan, natijada to'qimalarda qon aylanishini buzilishi, ishemiyasi va nekrozi bilan kechadigan og'ir patologik holat hisoblanadi. Bu zudlik bilan tez yordam ko'rsatish haqidagi signal hisoblanadi. Bu holatni o'z vaqtida tez va to'liq bartaraf qilmaslik keyinchalik qo'l va oyoqlarda ishemik kontraktura, ya'ni Folkman kontrakturasini rivojlanishiga olib keladi va bemorlarda erta nogironlikka sabab bo'ladi. Bu sindromning sabablari quyidagilardan iborat. Suyaklarning sinishi, to'qimalarning jarohatlanishi va ezilishi, o'qotar, kesilgan, chopilgan va boshqa jarohatlar, tanani kuyish holatlari, qo'l va oyoq tomirlaridagi operatsiyalar, qo'l va oyoqlarda trombozlar, qattiq gipsli yoki bintli bog'lamni qo'yish va nazoratsiz qoldirish, intensiv sport va jismoniy mashqlar, uzoq vaqt bir joyda bosilib yotish holati, antikoagulyantlarni ko'p qo'llash holatlari, infuziya ekstravazatsiyasi, ya'ni tomirga qilinadigan infuzion vositalarni tomirdan tashqariga chiqib, to'qimani orasiga ko'p ketib qolish holatlari. Kompartment sindromi eng ko'p uchraydigan uchastkalar bular: boldir, bilak, son, oyoq panja, qo'l panjasi, dumba va qorin bo'shlig'i sohalari hisoblanadi. Kasallikni kelib chiqishi: kompartment ichida gematoma hosil bo'ladi va shish rivojlanadi va buning natijasida bo'shliqda bosim oshadi, vena qon tomirlarida dimlanish va stas yuzaga keladi, kapillyarlarga qon kelish holatlari kamayadi, to'qimalarda ishemiya yuzaga keladi. Natijada mushaklarda nekroz yuzaga keladi va parchalangan mahsulotlar, mioglobin va kreatin fosfat kinazalar qonga o'tadi va buyrak qalanchalarga borib ularni zararlaydi. Natijada bemorda o'tkir buyrak yetishmovchiligi degan og'ir holat yuzaga keladi. Ishemiyani davomiyligi 1-2 soatlarda nerv funksiyasi buzila boshlaydi. 4-6 soat qaytmas nerv zararlanishlari yuzaga keladi. 6-8 soatlarda mushaklarda nekroz yuzaga keladi va 12 soatdan keyin og'ir doimiy nogironlik holatlari yuzaga keladi. Kasallikning klinikasi: zararlangan sohada kuchli og'riqning bo'lishi, passiv harakatlarda og'riqlarning kuchayishi, shu sohada uyushish, chumoli yurish hissini paydo bo'lishi, sohada teri rangining oqarishi va harakatlarni yo'qolishi va kechki bosqichlarda sohada pulsning yo'qolishi yuzaga keladi. Kasallikning diagnostikasi: klinik ko'rik, ya'ni yuqoridagi holatlarni paydo bo'lishi, kompartment bosimini o'lchash, ya'ni maxsus igla yordamida kompartment bo'shlig'iga kiriladi va igla maxsus manometrga ulanadi. Kompartment bosimi o'lchanadi. Bosim 30 mm simob ustunidan yuqoriligini ko'rsatadi. Laboratoriya, ya'ni qonda mioglobin, kreatinin, kreatin fosfat kinaza
va kaliy elementlarini miqdorini aniqlash. Davolash quyidagilardan iborat. Birinchi qadam kasallikka sabab bo'ladigan omilni bartaraf qilish. Gips bintli bog'lan bo'lsa, darhol yechiladi. Qo'lni yurak sathida ushlash kerak. Bemorga kislorod berish, ya'ni oksigenoterapia va og'riqlarni bartaraf qilish narkotik va non-narkotik analgetiklar bilan. Ikkinchi qadam bu fassiotomiya amaliyoti. Zararlangan kompartmentlar ochiladi. Lampas kesmalar o'tkaziladi. Nekrotik to'qimalar olib tashlanadi va lampas kesmalardan so'ng yaralar ochiq qoldiriladi. Har 48 va 72 soatda jarohatlar reviziya qilib turiladi. Yaraga maxsus gubkalar qo'yiladi. Bu gubkalar yarada va kompartmentda manfiy bosim hosil qiladi va keyinchalik teri plastikasi amaliyotlari bajariladi. Kompartment sindromida quyidagi asoratlar yuzaga kelishi mumkin. Davolanilmasa mushak nekrozi, nerv falaji, Folkman kontrakturasi, o'tkir buyrak yetishmovchiligi, qo'l yoki oyoqlarni amputatsiyasi va letallik holatlari. Bu videomiz tibbiyotning turli xil sohalaridagi ishlovchi xodimlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Rahmat.